Biz Vigo Up mini albom uchun shu yerdamiz. Ko'ylak suratga olish jarayonlari, bu rasmlar bizning kuchimizni ko'rsatish va bu hamma narsani sindirishimiz mumkin bo'lgan silliq tebranish. Baby Monster yelkasining imzosi. Haqiqatan ham bu to'plam ajoyib bo'ladi. Men bu rasmlar uchun hamma narsamni va bor kuchimni beraman. Qanday qilib men Rostokamga baqirishim mumkin? 그런 식으로 머리 흔들었고. Bu qiyin ekan. Men aqldan olsam ham bunday baqira olmasdim. Qanday qilib baqiraman endi? Men yuzimni qanday qilishim kerak? Men ko'proq yugurishim kerakmi? Kameraga qarashim shartmi? Bu shishdan yaxshiroq chiqyapti. Bu men uchun yangilik. Men birinchi marta bandamka va remont sochlari bilanman. Yomon emas. Chiroyli ko'rshapalak. Ehtiyot bo'ling. Keling, stakan sindiraylik. 하나, 둘, 셋. Men ularni sindirishda suratga oldim. Bu men uchun yangi. 그랑이랑 역동적인 거는 처음이었어가지고 Yaxshi chiqqanga o'xshaydi. 빨리 Sizni ko'rishda kutib turmayman. Ana u ikkitasini qarang, qanday chiroyli rasm tushyapti. Biz ham chiroyliroq turishimiz kerakmi? Fotosessiya-ku. Yanada faolmiz. Tortadigan namunmaydi. Ha, arqon. Biz uchun bu hammasi yangilik, sababi bu bizning stilimiz emas. Menga juda ham yoqayapti. Bu juda chiroyli. Agar siz to'plamga qarasangiz, bu biroz ko'p singan joylar bor. Temir ham bor. Bu sement shaklidagi to'plam. 아까는 조금 더 장난기 있는 느낌이었다면 지금은 또 시크한 느낌인 것 같아서 좋습니다. Bip. Biz juda ham chiroyli tushganmiz. Asa emas. Uchtasi. 새로운 사람이에요. 누군지 모르겠어요, 제가. Menga yoqayapti. Hozir Asaga nima deydi? Parvonami? Men kapalakman. Juda ham yomon ko'raman.
Men juda qo'rqyapman. Bugun jaket otishmasining birinchi kuni edi. Chiroyli chiqqan Bu ko'rinadi. xuddi beli shunday A'zolar edi. qanday edi? Sizga bizning yangi soch ranglarimiz yoqdimi? Iltimos, rezultatlarini kuting. Vikob jaket otishmasining birinchi kunining oxiri. Bu oldingi konseptdan farq qiladi. Har bir a'zoning mavzusi bor. 테마가 있어요. 뭔가 하나에 집착하는 컨셉인데 약간 멤버십 약간 소품이 있을 텐데 소품도 많이 쓰고 다양하게 연출해봤습니다. 약간 To'nlarni tortib, men o'zimga kerakli narsani topolmadim. Shuning uchun uni shunchaki tashlayman. 그런 컨셉이에요. 확인 한번 해볼게요. Kenni ko'pincha ko'zlarini mana shunday qilib rasmga tushadi. Ularni hech qachon to'liq Ko'zlarini mana shunday yopadi va shubhali qilib rasmga tushadi. U har doim bittada o'xshatadi. Senda talant bor, qandaydir bittada o'xshatasan. Men ko'zlarimni yarim ochaman va bir qoshimni ko'taraman. Qoyil qoldim senga, men bunday qila olmayman. 집에 가져갈 거예요. Rukonni mening konseptimni orzu qiladi. Men ham o'zimni sevishni xohlayman. 나밖에 못해. Bu Rukaning konsepti. Hammaga ko'rsatmoqda. Katta olmosli taqinchoqlar. Aktyorlik mahorati. Bu juda ham yaxshi, juda ham ajoyib, lekin menga kichkina aksessuarlar hech qachon yoqmagan. Menga katta, dumaloq, yaltiroq va ko'rganda bling qilib turadigan narsalar yoqadi. Juda ham nafis. Ruka o'zining vizualini ko'rsatmoqda. Rukani rasmga olish tugadi. You ain't never seen the type of show we about to show ya. You ain't never heard this type of flow regression, no yeah. Biz bu yerda City Girl bo'lib turibmiz. Bizning bu kiyimlarimiz hip-hopga juda ham yaqin. Bugungi konsept chiroyli bo'lish hissi. Bygones be bygones, they never had no problems. That high road we gon' walk over 'cause icons be icons. What you gonna do? Looking fly, looking brand new. Unbelievable, unbelievable. You love it, Bugun Vikob jaket otishmasining ikkinchi kuni. 끝났습니다. 이번에 약간 새로운 느낌이라서 조금 놀랄 수도 있고 또 모습들이 엄청 좋아할 것 같아요. 네. Tez orada tayyorgarlik ko'rish uchun ko'p ishlayapman. Albom bilan ko'raman. 바이바이. 지금까지 벨머드